Maktabda shunaqa qiz bola sinfdoshliklar bo'lganmi? Hali bolalar ichida bittasi qizlarga qo'shilib voleybol o'ynasa, u qiz bolalarga hech yo'q, varatobon bo'lib beraman deb futbol o'ynashni boshlab qoladi. Xuddi hali qiz sinfga tekshiruv kirsa, bang'illab bormi, telefon bormi, sumkasiga bekitib berib turardi-yu, mabodo topib qolsa ham ukamniki deb o'rardi. Hali chiqqan narsalarni ko'rib, ukasini bir aytgan yer deb o'ylaydi odamlar. Maktabdagi ishkallarni eslasam bitta narsa esimga kelaveradi. Bir kun ishkal bo'ldi. Endi orqasidan istis to'ladi kim boshlaganini. Sinfga kiradida so'raydi. Kim qildi deydi. Hech kim tan olmaydi halijada. Hech kim birovni sotmaydi. Men vaqti Mahatma Gandhi ahvolimni jinnini yap. O'qigan bo'lsa tan olish to'g'risi bolalar bekor qilishibsan, insof yo'q, ishini qilishibsan deb turaveramanda, u yomon aktyor kuchli. Haligi ayaz aytadi-yu, men aka urmayman dedi, domlalarda ham bor dasi gap, kim tan olsa urmayman dedi. Bitta umuman hali ishkalga aloqasi yo'q, vatan tuyg'usi, patriot oshnam men qildim deb turibdi-yu. Urmadi akalar, haqiqatda u odam unaqa kalta yemaydi-da, to'g'risi ishoninglar.